Bizning qo'limizdagi olchalar nimalar deyapti-ku, nimadalar. Lekin gilosimiz yo'q, olchalarimiz qizardi. Ushbu olchaga mos zo'rmi? Qizilga qizil qalin. Bu ham ko'z kremi. Buni ham nosog'likka sursalar bo'ladi. Kollagenli, retinolli, eksozomali ko'z kremi. Buni faqat nочной surasizlar. Aynan ko'z atrofidagi marshinkalar, o'sha ko'z tagidagi qorayishlar va osilishlarga ham ideal krem hisoblanadi. Kechqurun toza yuzga ko'z kremini surasiz va yuzingizga o'qotlaringizni ziqib bemalol mazax qilasiz. Nima uchun nочной? Bular kechasi yuz holati tinchlanganda aynan o'sha marshinkalar bilan ishlaydi, lifting beradi, kollagen ishlab chiqarish nimasini kuchaytirib beradi va elastikligini ham va namlik darajasini ham ko'tarib beradi. Tungi ko'z kremi bemalol ishonch bilan olib ishlatsanglar bo'ladi. Kelinglar olchamizga.